Ilohim sizlarga ham shunaqasidan nasib qilsin. Allohu akbar. Qaranglar, mana kir mashinani ko'p qavatlisi, ya'ni 2 etajlisi. Tagida 10 kilo kir yuvadi va tepasida 10 kilo kirni 100% quritib bera oladi. Endi sizlarga dor hech qanaqa shart emas, osib qo'ymaysizlar, ilmaysizlar hech qayerga. Bo'lishini olasizlar, dazmollab kiyib turasizlar. Laretto firmasidan shu 2 etajli kir mashinani 2 xil modeli bor. Shularni skidkaga sil uchun qo'ydirib bermoqchiman. Hozir firma bilan переговор ketyapti. Skidka qilib beringlar, shu kilovni arzonroqqa olishsin deyapman. Ular odamlarga qanchalik kerakligini tushunishmoqchi. Shuning uchun sizlardan so'raydigan narsam like bilan kommentariyam banglatib tashinglar. Shu narsani sizlarga zo'r skidkada oldirib beraman. Xudo xolisa bitta kir mashina puliga 2 etajli kir mashina oladigan darajada qilib beraman. O'zi sifati premium sifat hisoblanadi. Bu arzon narsa hisoblanmaydi, lekin shuni ham imkon qadar ancha-muncha skidkaga tushirib bermoqchiman. Sizlar aktivni ko'rsatinglar, kompaniyadagilar ko'rishsin shu narsani qanchalik odamlarga kerakligini. Siz xarid qilgan bo'lamidingiz? Kommentariyada yozib qoldiring, like bosing, pochchamlarga jo'natib qo'ying. Yaqin kunlarda, mana 1-2 kun ichida buni skidka variantini sizlarga ko'rsataman. Bemalol pardali deysizmi? Qarang. Tepasi mana bunaqa ochiladi, pasti mana bunaqa ochiladi. Juda ham chiroyli variant bo'ladi. Qisqasi aktivni ko'rsataylik, firma ko'rib qo'ysin, odamlarga bu narsa qanchalik kerakligini, o'zi rost ekansim odamzodga bu narsa kerak. Sizlar aktiv ko'rsatib bersanglar, firmadan zo'r skidka olib beraman va uni ham video tarzida e'lon qilaman. Bosib tashlaymiz.